Assalomu alaykum. Kuzatuvchim. Salomatmisiz? Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Ro'za Ramazon oylarida kuch-quvvat berib, xayrli barokat berib, ilohim hammamizga ilohim sog' salomat tani jonlaring sog' yursin. Yer yuzi tinch bo'lsin. Mana Koreyani 27-etajdan turib olyapman hozirlarga ozgina qisqa. Mashinani kamligini ko'ryapsizlar? Hamma ishda, mana ish vaqtida hozir soat 7 kammi, 8 kam 3 bo'lyapti. 15. Koreya vaqti bilan O'zbekiston vaqti bilan 11. Mana hozir qurilish maydonini ertalab ko'rsatdim. Mana ish qilyapti, ish bo'lyapti turgan jarayon. Mana bitta ikkitali boshqaruvchi bor xolos, mana ko'ryapsizmi? Mana hozir ana haligi ko'ylaydigan traktorlar, 2 etajli parkovka qilyapman. Mana yerda yurish maydonini ko'rsatib qo'yapman, yashil kiyimdagi amaki bunaqa qizil to'siqchilar ko'tarib mashinani yurish maydonini, traktorda yurish maydonini ko'rsatib qo'yapti. Uzoqdan turib olyapman-da, mana bu yoq tomonda ham qurilish bo'lyapti. Ana qurilish bo'lyapti turgan, mana tochka chap tomondagi domda orqasida ham qurilish bo'lyapti. Hozir deb olaman. Setkani bu yoqdan olib turdim, telefonim bilmay tushib ketmasin. Mana qurilish bo'layotgan joy. Qanday qilsam ko'rsatsam bo'lasizlar. Mana tepada. Mushakka mana ko'ring-da. Hech qancha odam ishlagan yo'q-da. Ana toshiydigan mashinalar bor, mana ikkita ana mashina. Mana turpoqlar olib ketadigan mashinalar. Mana to'siqchilarda to'sib qo'ygan kerakli maydon. O'rtaga ma'lum bir anaqalar olib kelib qo'yishib kerakli narsalarni o'rnatiladigan. Hozir bitta ikkita odam ishlaydi xolosda, tartibli, rejali ish qilishadi-da bular. Qarang, nima kerak bo'lsa o'sha vaqtida hali o'rnatilish kerak vaqtida anaqa olib kelishar ekan, mana qarang. Saraq-turuq qilib anaqa temirlar tushirishyapti-da. Shuncha taraq-turuq qilyapti. Mana hozir yaqindan qilib beraman sizlarga. Ikkita odam anaqa ishlayapti xolos. Qanaqadir nima kelibdi. Mashina narsa olib kelibdi, hozir shuni tushiryapti yana traktor. Baqa suryapti ekan. Qo'lib ketibdi. Suryapti ekan. Sizlarga ko'rsatishni yana o'zim ko'raman. Mana ikkita odam to'g'rilab berib turibdi xolos, qarang. Shu temirlar taraqlagan ovozi kelyapti. Chuqurlayapti, parkovka qilib, nima stoyka qilib, nima to'sib qo'ygan, mana oqdagi devorga o'xshagan baland qilib, yaqin 20 metrdan oshiq balandligi. Mana kichkina nima bo'lib turganlar, mana shu qanaqadir qurilishga anaqa qilib, nima kiraverish joylarimi, nimadir sementlab anaqa joylab qo'yishgan. Mana ikkita odam ishlayapti xolos, mana tikka stoykalar turibdi. Shuni sizlar uchun olaman deb anaqa qildim. Hozir mana ish jarayonini ham ko'ring, ertalabki vaqtni ham ko'ring deb hali ishga kirish nimalari tartibli, rejali deyman. Ular reja asosida ish qilishgani uchun hamma narsa barakali bo'laverar ekan, qarang. Hali planli asosda, bularda eski kiyimlari hamchi taxlaniq turadi-da. Shu yerlarda hozir kattagina anaqa qurilish anaqalari bor, 1 etajli qurilish maydonlari bor. Mana ular hammasi mana pomidor teplitsalar qilishgan. Nariyoqlarni mana pomidorga ana oqlar ko'rinib turganlar, pomidorlarga anaqa teplitsalar. Yer maydonlari bo'lganda sekin-sekin qurilish olib kengayib ketyapti bu atroflar. Bu yoqlari polni anaqa qilib qo'yib, hammasi boricha ketma-ketlikda mana qurilish nimalari bo'lgan. Ko'p qavatli uylar bo'lgan, hammasidan qarang. Hammasi ko'p. Bu yog'i tog' tomonga chiqib ketadi-da, uzoqdan tog' ko'rinyapti. Shu tog'lardan ana balandlik, yana ham betlar tekisroq joylar. Seul Koreyaning markaziga o'tali biz Farg'onani tumanidagi Shohmardonimiz bor, o'tdi Shohmardonga o'xshab balandlik mahallalarda ichlariga. Mana setkani to'smasam, sovuq kirib ketdi. Sovuq Koreyada anchagina sovuq. Kunlaring xayrli o'tsin, barakatli o'tsin. Mana past 1-etaj. Ko'rsataman, mana shular chiroyli bo'lib qoladi yozda, xudo xolasa. Mana mashinalar nimasi? Muhammad Qo'ar shoh tomonidan bog'chadan keladi. O'sha domlar orasida Muhammad Qo'arning bog'chasi, o'sha domlar orasida. Biz oldimizda ham bog'cha bor-ku, ular nima o'chiri ko'p ekan. 1 yildan keyingi o'chir keladigan edi. Shuning uchun biz hali uzoqroq bo'lsa ham yoshi katta
yaxshi nima ayollar yoshi kattalar buni ham yaxshi qarashadi. Hozir bekitdim chunki sovib ketdi, sovqotib ketdim. Kunlaring xayrli o'tsin, salomat bo'linglar. Ko'ryapsizlarmi mana? Shu yerdan past xolos. Mana bo'yim baravari ham bas, yelkam baravari ham bas deng mana qarang. 27 shu etajdaman. Hozir 35 etajlik. Nima sitkasi unaqa polni to'smaydi. Reshetkani ham to'sadigan. Reshetka deymizmi? To'sqich qilib. Hali ruschaga o'rganib qolganmiz-ku. Mustamlaka bo'lib Rossiyaga biz tilimiz ruschaga ketib qoladi-yu. Mana shu to'sqichlar ham mana shu qancha desam bo'lar 1 metrdan oshiqroq 1.20 mikin shunaqa ekan qarang. Tepasigacha qilmaganda juda qo'rqaman deng. Voy bolalar, esalomon katta bo'lsin. Bular hali tepadan tashadi, palondan tashadi degan gap yo'q deng. Domdan o'zini tashadi degan gap yo'q, chunki tarbiya yaxshi. Hali ona qornida tarbiya berar ekan dedim. Bizda hozir hali ko'p qavatli uylardan tashlab yuborishlar juda ko'p. Ruhiy tushkunlikka tushib, ilohim o'zi saqlasin, hifz himoyasida hammamizni salomat bo'linglar. Hali olib boraman. Ozgina sog'lig'imda muammo bo'lib kadr ololmayapman sizlardan. Hammalaringdan ming bor uzr so'rayman. Kunlaring xayrli o'tsin, barakatli o'tsin.